Bismillahirrohmanirrohim. Miqdod ibn Asvad, u Miqdod ibn Amr al-Kindidir. Rivoyat qilgan hadis. U Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga dedi: aytingchi, agar men kofirlardan bo'lgan biron kimsaga yo'liqib qolib urushib ketsak, bas, u qo'llarimdan birini qilich bilan urib uzib yuborsa-da, so'ngra mendan qochib bir daraxt ortiga yashirinib, men Alloh uchun islomga kirdim desa, shu gapni aytgandan keyin uni o'ldirsam bo'ladimi? Yo Rasululloh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni o'ldirmagin. Miqdod: yo Rasululloh, axir u meni qo'llarimdan birini uzib yuborgandan keyin u kalimani aytdi-ku, degan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana uni o'ldirmagin. Agar uni o'ldirsang, u sen uni o'ldirishingdan avval bo'lgan mavqeingga, musulmonlikka o'tib oladi va sen u aytgan islom kalimasidan avvalgi manzilatiga, kofirlikka tushib qolasan, dedilar.